Xo'p, keyin nima mavzuda sizlarga gapirib qo'yaman. Hozir bir ikkita SMSlar keldi. To'g'risi uygacha borgungacha sabrim yetmasdan sizlarga istoriya olganman. Dietologimizga telefon qilganlarida bir ikkita odamlar bor ekan, menimcha meni ham kuzatishyapti. Dietologimizning rosa asablariga o'ynab, retsept olgan ekan, pul to'lab. O'ziga retsept oldirgan ekan, men bu retseptni bilardim, pulimni qaytaring, u yog'iydi, bu yog'iydi. Marjona reklama uchun shunaqa reklama qilyaptimi, pulini oladi. Agar o'sha insonlarni hayotda uchratib qolsam borku, mendan xafa bo'lmanglar. Shunaqa o'sha meni oldimdan kelsalar yoki aqlinglar yetsa, o'sha profil egasi, prosta dietologimga nomeringiz ko'rinmayapti-da, nikdan yozyapti, qanaqadir. O'shancha ular ham topa olmayapti. Agar topib olsam yomon qilaman. Buni menimcha o'zi ham yaxshi biladi, shuning uchun menga direktdan yozmagan. Keyin men agar dietologimni